Nima? Aqlingiz yetmaydi elita maktabga kelgani? Hozirda aqlim yetmaydi. Tepani o'qing, tepani. Bu elita maktabga bizni kelishimiz oson bo'lmadi. Bu elita maktabda Urgutda tanimaydigan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Elita maktab o'quvchilari bilan bugun biz sportivniy challenge o'tkazamiz. Ya'ni soat ko'rinishidagi challenge. Obuna bo'lib qo'yib kuzatishda davom etsalaringiz, video davomida qanaqa challenge ekanligini bilib olasiz. Bugungi soat ko'rinishidagi challengeimiz shartlar shundan iborat. Soatni birinchi raqamiga kelganda bitta ajjimana, ikkinchi raqamiga kelganda ikkita ajjimana, 3 ga kelganda 3 ta, xullas 78 ta bo'ladi bitta kurugi. Bu yerdagi bolalarda har bitta qilgan ajjimanasiga 1000 so'mdan pul beriladi. Agarda 200 ta ajjimana yoki 300 ta ajjimana qilsalar, 300 ming so'm pul oladi. Qani bolalar, shartga tayyormizmi? Ha! Birgalikda sanaymiz. Davay. 1 9 o'ngga o't. Bo'ladi, yaxshi, malades. Bu safar bundan ko'proq qilishga harakat qil. Maylimi? Mayli. Malades. Bitta qarsak chalaylik. 12 ga yetkazadigan mard bormi? İchimizda. Ikkinchi ishtirokchimiz, davay. 1